Ya do'stlar, sablar joy bog'royi masterga bugun biz bu var dunyosiga kirib qoldik. Bu ikkinchi jahon hammasini qilishimiz mumkin. Bu yerda istayingizni qilsangiz bo'ladi. Demak, boshqa davlatlar bilan urush. Ko'p narsa emas. Masalan, Rossiya bilan, SSR to'g'ri bilan do'stlashishingiz mumkin. Mana ko'rtirganingizga men Chexoslovakiyaga urushga tayyorlanyapman. Unga xabar beryapman. Italiya bor, Rossiyaga biz zo'rlashamiz. Chunki Rossiya bilan boshda urushgan yaxshi emas. U albatta preminat qilyapti. Qilyapti. Va bu yerda askarimizni kuchaytirishimiz mumkin. Biz Germaniya Reyxini qaytarishga tayyorlanyapmiz. Hozir biz Polshaga va Chexoslovakiyaga tayyorlanishlik bo'ladi. Birinchi Chexoslovakiya. Endi men o'ylab qarasam boshda Fransiyani but rejimi tufti. O'shanga men shunga urush qilaman. Chunki men shuni o'ylab qaradim. Men Chexoslovakiyaga urush qilishim mumkin va urush qilaman. Va urush qilyapman. Ko'rtirganinglardagi ikkita fonddan urush qilsam, qattiq menda foiz bo'ladi. Agar bitta kishi ursa, albatta yutqazish aniq. Keyin bir boshlasa, o'sha oxirigacha bo'lib to'xtaydi deyishadi. Men xulosa shunaqa deyman. Agar menda birinchi urush qo'ysangiz, ishonavering. Askaringiz yutqazadi. Chunki bunda shunaqa. Men bilaman nima. U meniki emas. Men uni bo'yni sozdatelь emasman o'shanga ham. Uzr. Endi Polshaga bormayman, Fransiyaga boraman. Otam kirib qoldi, endi bu butmas. Men birini hozir kuchaytiraman, chunki 75,000 nim bor. O'shanga hozir men shu askarlarni Fransiyaga olib borib qo'yib bo'ldi. Va Fransiyaga urush qilaman. Va Fransiya ichib ketyapti. Demak, hamma askari hozir bu yoqqa keladi. Hop. Ana, demak, urishyapmiz. Askarimni asosi bo'ldi. U sekinlashtiradi bizni. Lekin bizga u problema yo'q. Shunchalik zo'rmizki, ana kuchaytirdim. Ko'rtirganinglardek, u bizga askarlarimizni kuchaytiradi. Boshda bo'ldi. Hozir esa qanaqa endi? To'g'ri. Bu hammasi logika. Ana Polshaga urush qilish mumkin, lekin u hozirda yaxshi fikr emas. Fransiyaga chaqiraman, agar men uni bosib olmayman. Ko'rtirganinglardek askarlarim jinib bo'ldi. Jon ozayib bo'ldi shunaqa. Va Fransiya preminat qilyapti. Demak, endi Italiya so'rayapti. Albatta preminat qilamiz. Chunki biz Tretий Reyxni qo'yamiz. Biz Fransiyaga urush qiladigan pozitsiyani yashashimiz kerak. Endi Polshaga urush qilsak ham bo'ladi. Polshaga urush qilyapman, hozir ko'rtirganinglardek. Va tankimni yo'qotishga, sentrini bosasam, butun davlat meni qurolligimda bo'ladi. Avvallar Moskvaga Germaniya Tretий Reyx bosib olgan, lekin bosib olmagan. Nega? Chunki fashist. Hop, demak, Polshaga urush qilyapman. Ana, ketdi. Bo'ldi. Abroni sindi. Endi biz bemalol sentrga borsak ham bo'ladi. Va men tank bilan hammasini ko'paytiraman. Askarlarim ko'p bo'lish uchun o'shanda men ko'p premoshusdan bo'ladi. Va Italiyani bosib olgim kelyapti. Sentr ochiq turibdi, lekin bosib olmayman da afsus. Chunki u bemalol askarlab kelib, u kemada Vladile qiladi. Lekin Britaniya ham shunaqa-ku. Bizni ko'mas degan emas. Voy, shu hozirda biz sentrga bosib kiramiz. Boshqalar hech nima qilolmaydi bizga. Berlindan yaqinlashdi, lekin u problema emas. Uni bemalol buzib kirish mumkin. Tankimiz bilan sentrni urush qilyapmiz. Ko'rtirganinglardek va men fokuslarni
kuchaytirdim. Fokusni kuchaytirdim. Fokus bizga preimущество beradi va bermaydi. Yo, ko'p beradi, u faqat beradi. Demak, men Chexoslovakiyani qo'shnisiga urush qildim. Yo, anaqa zakon qildim, urushaman deb. Hop, men anaqa tank sindiruvchilarga hatto prokatga hozir sotib oldim. Va hamda hozir urush qilishga tayyorlayman. Gablinda anaqa urushga qilyapman, chunki avvallar Tretий Reyx ham mana shunaqa usulni ishlatgan. U juda ham kuchli usul. Chunki mana siz ko'rib turganlaringdek, agar oddiysan kirib o'ta olsam, buzib kirolmaslik aniq. Agar yo'ldan askar yo'q tomondan urush olsam, bu bizga katta foyda. Hozir Fransiyaga odam kirdi va u kuchsiz. Desam, lekin bu ikkinchi akamda va u juda ham kuchli bo'lishi mumkin. Demak, menda 100,000 pul bo'ldi, uni men ishlataman, prokatchiga askarman. Hop, tanklarni olib borishga harakat qilyapman. Olib boryapman, to'g'ri, olib borishga harakat ham qilmayapman. Va anaqa o'zim narsalarda poz ko'rib turganingizlarga 2800 xullas shuncha ishlab topyapman. Ispaniya bizga do'zaga talashyapti va biz u bilan Fransiyani ikkiga bo'lishimiz mumkin. Qanchalarmi? Ana, prokatchamiz nihoyat bo'ldi. Nihoyat. Vau. Men bo'lmaydi deb o'yladim. O, ikkinchi men. O 67 da. Voy, 69. 69 da. Hop, demak biz mana askar bilan bostirib kiryapmiz. Hozir men Sloveniyaga urush boshladim. Chunki sentr bizga yaqin. Uni bosib olish oson bo'ladi. Masalada tunchi kuchli emas. Demak, uni bitta davlatlashi. Kim Fransiyaga demak? Hozir askarimni yig'aman-da, shartta urush qilaman. Chunki bizning bugungi planimiz Fransiyani bosib olib, boshqa davlatlarni bosib olish. Biz butun dunyo kartasidamiz va hozirda urush qilishga tayyor turibmiz. Agar hozir ovozim kelmagan bo'lsa, uzr. Shunga sal uzoqlashib oldimda, urushga tayyorlanganman. Hop, endi Fransiyaga ham askarlarni yuboryapman. Fransiyani bosib olishimiz kerak. Fransiya muhim davlat biz uchun. Unda katta ekonomika, katta resurs. Unda ko'p zavod bor. Zavod bizga o'ta ham kerak. Hozir men mana shunaqalarga urush qildim. Va uy sotib olaman. Bizga nima kerak deb o'ylash. Bo'ldi, Fransiya urush qilyapti demak. Biz ham urush qilamiz. Vahahaha, Fransiya o'ynayapti. Jahli chiqyapti. Bilmasam. Nega? Chunki Germaniya Tretий Reyx urush qilganiga balkim. Lekin men buni tan olamanmi? Albatta. Chunki men o'ylayman. Fransiyani Parij ochiq qolib ketdi. Agar biz unga bemalol borib olishimiz ham mumkin va biz uni bittada bosib olamiz. Qiziq. Va biz davay bosib oldik. Biz Fransiyani bosib oldik demak. Bizda katta preimущество. Va biz Avstriyaga urush qilyapmiz, xolos. Menga 3 ta davlatdan 3 ta koloniyam yetadi. Uni bosib olgan. O'zim qaysi davlatimga bormasin, shahrimga bormasin, hop, bizda hozir ko'p zavodlar bor. Fransiya, voy bu, muncha ko'p. Hozirda butun men o'shanga urush qilishim mumkinligini bilasanmi? Mayli, unga yer bermasa bo'lmaydi. U katta askarlarni oshladim. Va o'zgina yer berdim. Italiya bilan urushdim. Menga nima? Hop. Ko'rib turganimiz akavillik bitlani. Bu Svidiya. Mana. Demak, biz ham boshlab qo'yishimiz mumkin. Bizda kemalar ko'p. Fransiyadan ortgan.
Hop, mana yerga ham urush qilaman va Shveysariyaga ham urushni boshlashga tayyorlanyapman. U agar jinni bo'lsa, mana shu yerlarni beradi. Bersa, u juda ham yaxshi bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Oy, haqiqiy ahmoq. Hozir men kemalarni o'raman, shaqqa tiqaman. Shunda katta yerlar. Oy, Ispaniya buzyapti. Endi ikki tomonga urush qilishimga to'g'ri keladi. Oy, Shveysariya. Bekor qildinglar. To'xtatamiz. Va buni urushga chaqir. Buncha qimili qaytaramiz va Shveysariya bizga urush qilyapti. Biz Ispaniyaga esa urushga tayyorlanyapmiz. Ispaniya o'zidan ketib qoldi. Urush kerak. Va biz Shveysariyaga urush qilishimizga to'g'ri keladi. Hoppana, o'zi ketqazyapti sentrini va uni men bosib olishim oson bo'ladi. Va men bosib olaman. Bo'ldi, easy bo'ldi. Endi hamma yo'q, bosib oldim sen hali. Xo'da, endi Ispaniyaga askarlarimni yig'ayaman va urushaman, конечно. Bo'ldi. Endi esa urushsam ham bo'ladi. Ketdi-yu bola. Men tankni kuchaytiryapman. Askarlarimni ham sotaverayapman. Nimaga endi? Va men unga oxirigacha yetkazib beraman urushimni. Hop, Italiya bilan do'stmiz. O'shanga urush qilmaslikka harakat qilsa kerak. Ispaniyadagi tarix bo'lmaslik uchun. Ispaniyani ham bosib ko'p menga narsalar keladi. Zavodlar esa o'ta ham muhim. Chunki u bizga pul beradi. Money. Rossiya o'ziga Moskvani yonida katta Xitoy yutqazyaptimi? Wow. Yaponiya ham urush qilyapti, lekin Xitoy kemalar bo'yicha yutyapti. Juda ham qiziq. Xitoynikiga bo'lishyapti. Lekin biz esa o'zimizni Yevropada urush qilamiz. Demak, Ispaniyaga urush qilamiz va urush bo'ladi. Portugaliyadagi askarlarni ketyapti va menga qarab qo'yishim kerak. 3 kundan keyin. Qanaqadir bola kirdi. Turkiya. Hop, demak, nimadirni kuchaytirgan emas. Turkiya albatta hujumga qilamiz. Turkiya imperiyasini yotib o'tib. Mayli. Yerda yur. Yo'q. Biz mana yerda taqlarimizni sindirishga harakat qilyapti. Lekin unda hech nima o'xshamasligini biladi-yu. Nega harakat qiladi? O'xshamaydi-yu. Nimaga harakat qilasan? Kimdir kirib olmayapti shekilli. Chunki askari u kuchsizdi. Mayli. Ana bizning tankimiz ham kuchaydi. Endi biz bembalo urushgan bo'laveradi. Demak, men ikki tomondan buzib kiryapman. Lekin ikkita askarlar to'sib olyapti. Shu ikkita askarlar Portugaliyaga hatto bitta tankimni ham bosib sindiryapti. Va men Roma Madridga ketyapman. Deyarli chunki agar men sirasiga bitta askar bilan boradigan bo'lsam, tutqazishim aniq. Va men ularni anaqa urushga boraman. Ular urush qilsa ham kuchsiz urushi bo'lish uchun. Mana uchalasi bizga harakat qilyapti-yu, lekin biz bittasini olib qo'yamiz va yutqazyapmiz. Va ular bizni bosib oldi tankimizni va sindirdi. Ularni qo'ldan unaqa oson ketmaydi endi. Tankimizni sindirgan uchun. Qancha pul ishlatganini biladimi ular? Mayli. Biz sirasiga shatto urush qilamizda hamma davlatlarga deb. Lekin u qochib keta olmadi va biz Ispaniyaga urush qilyapmiz. Biz hozir agar Madridni bosib olgan bo'lsak, bizga katta shans ochiladi.
va biz Madridga borgan bo'ladi, chunki bu yerda askari qolmadi. Biz rovna hamma askarlarimizni Madridga yuboramiz va uni bosib olamiz. Oston, chunki bitta askar butun koloniyaga urush qila olmaydi. Eslab qolinglar. Bu qonun. Kim bir urush qilsa, o'sha oxiri kelur. Kim bir yugursa, shu oldinda kelur. Nimasi berdi? Tushunmadim hozir. Chunki o'zim yartdim hozir. Hop, ko'rib turganimizdek Italiya bilan va Velika Britaniya va qanaqadir davlat g'alati ikkita davlatlar kuchayapti. Biz agar ularni bosib olgan bo'lsak, hop, Italiya yer surtdi. Ispaniyani mayli. Chunki u bulab kelardi. Hozir men kimga yurish qilsam ekan? Portugaliyaga. Portugaliya. Uchta askarimga mutqashsa aniq. Uncha naprigatsiya qiladi. Rossiyani bosmasam ekan? Yo'q, hozircha emas. Hozir men tayyor emasman. Ikki tayyorman. Yo'q. Hop, ko'rib turganlarga men qanaqadir urush bo'ladigan bo'lsa, sizlarni albatta chaqiraman. Ungacha biz hozir pauzga qo'yamiz va ko'rishamiz. Demak, men o'ylab qolsam Italiyani bosib olgim kelib qoldi va boshladim o'sha. Askarlarim allaqachon urushga tayyorlangan, urushyapti. Hamma tanklarni sindiryapti. Hech kim berga, hech kim damay qolmayapti. Va u tezda Germaniya atakasini chidolmay va yutqazishni boshlayapti. Uni askarlari birma-bir pastga tushyapti. Biz polностью Italiyani bosib olgan yerlardan qoldiryapmiz. Deyarli, chunki uni Yevropa bilmadi. U hatto qo'rqqanlashib ketdi. Va biz uni narsalarni sindirdik. Va Rimga boryapmiz. Bizni tankimizni qo'rqityapti. Boyvoy tanklarni sindiradigan bas. Va men Rimga urush qilaman va Berlinni kuchaytirib qo'ymasa bo'lmaydi. Judayam kerak. Chunki Berlinga kimlar hujum qilsa, hujum qilmasin deb. Logichna, to'g'ri. Demak, men Rimga urush qilyapman va kemam bor mana Ispaniyada. O'sha qo'yib borib qo'yaman, o'sha askarim. Hop, demak, boy tankim ikkinchiga urush qilyapti. Rimga bosib olish qiyin bo'lyapti. Agar bittasini sindirsam, Rim yiqiladi. To'g'ri, Italiya nimaga Rim deyapman bilmayman. Chunki sentri Rimda nomi. Men samolyotlar yerdaman. Yonni bosib olaman. Men natsista hazillashdim. Yo'q. Hazillashdim. Bo'ldi, Rimga urush qilaman. Hozir Rim bizga hech qanaqasiga qarshilik qila olmasak kerak. Kemam kelyapti. Rim judayam qattiq turibdi. Biz hali yiqilmadik. Biz hali urush qilamiz deb. Lekin tushuntirmayapti-da. Kim bilan o'ynashayotganini. Hazillashim, o'zim o'ynashaman. China bizga soyuz tashladi. Nima? O'tgan safar ko'rganimiz вообще yutqazgandi. Lekin bu yerda hali ham Indiya bilan urushyapti. Turkiya bilan urushganda qanchadir yerimsi oluvdi. Polni anaqa meni narsani bosib olibdi. Xullas. Demak, meni samolyotlar ochildi. Va samolyotlar menga juda yaxshi. Masalan, Shahni bosib olgan. Yoki Braziliyani. Turkiya bizdan ikkita yer surtdi. Nimaga bizga kerak emas? Mayli, olaveringlar. Zavodlarimiz o'ta ham ko'p.
velika bir miznatsizmiz. Men agar menga urush qiladigan bo'lsam bilasan. Sen bilan nima bo'lishida. Demak, hozir qaytamiz. Kimdir bilan katta davlatlar bilan urushganda. Do'stlar, agar ikkinchi seriyani ko'rmoqchi bo'lsanglar va biz qaysi tur davlatni o'yinimizni ko'rmoqchi bo'lsanglar, albatta like va podpiskasini bosishni unutmanglar. Bu videoda 10 ta like, ko'p rasmlar va kommentariyada qaysi davlatda bo'lishingizni aytsanglar, men shuni o'ynaman. Hammaga xayr, mana shu albaniya bo'lsa va ketdim.